Ya hormaganda. Salomat bo'ling. Qanday bo'lyapti ishlar? Rahmat, Xudoga shukr, olyapmiz. Bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Mana qarang, bitta savolda. Mana ishlayapmiz, mana ustasiz. Mana biz ko'rib turganlarga usta o'zini ishini hurmat qilib, mehnat qilsa, nima topadi? Birinchi o'rinda usta o'zini hurmat qilish kerak. Ana keyin qilyap turgan ishidan o'zi mamnun bo'lsa, o'sha boshqalarga ham qilyap turgan ishi yoqsa, ana o'sha usta xursand bo'ladi. Eng baxtiyor usta shuna bo'ladi. Usta asli o'zini hurmat qilsa, boshqa odam u ustani ham hurmat qiladi. Sababi o'sha o'zini hurmat qilgan odam nima ish qilishdan qat'iy nazar yaxshi, puxta, mustahkam, baquvvat ish qilishni xohlaydi. Shuni hisobga olib, har bitta odam o'zini ishini mutaxassisi bo'lsa, mana masalan siz o'zingiz ishingizni yaxshi qilishga harakat qilib, chala ishlaringiz bo'lsa, bilmaganingiz bo'lsa, o'rganib ustingizda ishlayapsiz-ku. Masalan, men, siz, yana mana qolgan komandadagi bolalar kam bo'lganimiz yo'qmi? Xudoga shukr, kam bo'lganimiz yo'q. Albatta, ishimdan mamnunman. Nima deysiz mana shunga? Muxlislar ko'rib, bizni o'sha like bosib, like-ni ayamasdan, biz ishlarni qilayotgan ishlarimizni ko'rib, bo'larkan shunaqa ishlar qilinsa ham, shunaqa mustahkam, chiroyli, ozoda, pokiza joyda yashab, chiroyli ishlar qiladigan ustalar ham bor ekan ekanlarga nima deysiz, gapiring. Do'stlar, ishonaveringlar, biz hamma qilayotgan ishimiz o'zimizga yoqadi, boshqalarga ham yoqyapti. Mana biz ustimizdan tekshiruvchi kelsa ham tekshiruvchiga ham yoqyapti mana. Tinmasdan like bosinglar do'stlar. Salomat bo'linglar.